Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Yaxşımsızlar. Dünya Uyg'ur Qurultayı Tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men riyosatchi Iftixor Abdurashid. Men riyosatchi Zumratay Erkin. Hammanglarning juma kuniga muborak bo'lsin. Hurmatli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinizlər kunlik xabarlar programmamızın təfsilatında bo'lsin. Amerika Hindi Tinch okean harbiy quvvatlarining qo'mondoni Samuel Paparo Xitoyning yaqinda Tayvan atrofida ilib borgan harbiy manevrni Tayvanni ishg'ol qilishning repetitsiyasiga o'xshatgan. Samuel Paparo Yaponiyaning Nikkei Asia gazetiga qilgan so'zida mundaq degan: Xitoyning Tayvanni cho'r degan holda qilgan harbiy manevri tajovuz qilish uchun qilingan sinoq mashqiga o'xshaydi. Amerika Hindi Tinch okean qo'mondonlik organi Xitoyning manevrini ko'rdik va uni tahlil qildik. Bu bizning kelgusiga tayyorlik qilishimizga yordam beradi. Tayvanning yangi prezidenti Lei Chingda vazifaga o'tirib uzun o'tmayla Xitoy armiyasi Tayvan atrofida 2 kunlik keng ko'lamli harbiy manevrni boshlagan va bu manevrni Tayvanning bo'lginchilik harakatiga berilgan jazo deb atagan edi. Bu manevrga Xitoyning necha 10 kurashchi aeroplani, qo'g'lig'ichi va qo'g'dig'ichi paraxti va boshqarilgan bomba ilib yuradigan tez yurar paraxtlarning qatnashganligi ma'lum. Samuel Paparo 1979 yilida Amerikada ma'qullagan Tayvan haqidagi qonunni tilga ilib, agar rayonda haqiqatan bir to'qinish yuz bersa, u holda Amerikaning buningga aralashadiganligi, Amerika va uning ittifoqdoshlarining cho'qim g'alaba qildiganligiga ishonchining komilligini ta'kidlagan. U yana Xitoy armiyasining nihoyat tez surat urush qilish iqtidorini oshirishiga qarata Amerika, Yaponiya va boshqa sherik davlatlarning Xitoyni bu niyatidan yenishga majburlaydigan hamkorlikni kuchaytirish lozimligini eskartib o'tgan. Qo'mondon Samuel Paparo muxbirlarning Xitoy qachon Tayvanga hujum qilishi mumkin degan savolga javob berib, buni Xitoyning o'zi eng yaxshi biladi. Ammo Amerika hukumatı meni mayli bugun, mayli ata, mayli kelar oy va yoki kelar yili bo'lsin, Tayvan munosabati qonuniga asosan urushga tayyorlik qilishga buyurdi degan. Amerika Adliya Ministerligining jakarlashicha, Ma Yuching va uning ismi oshkorlanmagan bir tuqqani birdek Amerika Markaziy istixborot idorasi, ya'ni CIAning sobiq xizmatchilari bo'lib, ular ayrim holda Hong Kong va Shanxayda tug'ilgan hamda keyincha Amerika fuqaroligiga o'tgan ekan. Ma Yuching 1982 yilidan 1989 yilgacha, uning tuqqani 1969 yilidan 1983 yilgacha CIAda xizmat qilgan. CIAning xizmatchisi bo'lish sifati bilan har ikkisining CIAning sezgir va maxfiy uchurlarini ko'rish salohiyati bor bo'lib, ular yana bu uchurlarning mutlaq maxfiyatligini qo'g'dash haqidagi mas'uliyat hujjatiga imzo qo'ygan. Ammo Ma Yuching 2001 yil 3-oyda, ya'ni CIAda ishlamagan mezgilda Shanxay davlat bexatarlik idorasi istixborot xodimlarining taklif bilan o'zining tuqqanini bu idoraning xodimi bilan ko'rishga ma'qul keltirgan. Natijada uning tuqqani Xitoy istixborot xodimi bilan Hong Kongdagi bir mehmonxonada uchrashib, uni Amerikaning zo'r miqdordagi davlat mudofaa uchurlari bilan ta'minlagan. Buning badaliga u $50,000 pul olgan. Ular yana bu xodim bilan davomli hamkorlashishga qo'shilgan. 2003 yili 3-oyda Ma Yuching Hawaiida turgan mezgilida Amerika Federatsiya tekshirish idorasi, ya'ni FBIning Honolulu baza ishxonasida to'xtamliq tarjimon bo'lishga iltimos qilgan. Ayni chaqda Amerika Federatsiya tekshirish idorasi Ma Yuchingning Xitoy istixborot organlari bilan bo'lgan aloqasini bilgan bo'lsa-mu, uni iz qo'g'lab tekshirish planining bir qismi sifatida ishga qabul qilgan va bu orqali uning faoliyatini va Xitoy bilan bo'lgan aloqasini tekshirgan. Natijada Ma Yuching 2004 yili 8-oydan 2012 yili 10-oygacha FBI'da ishlagan. Ma Yuching bu jarayonda, ya'ni 2006 yili 2-oyda o'zining tuqqanini Shanxay istixborot xodimlari talab qilgan amerikalik ikki shaxsning kimlik ma'lumotlarini ta'minlab berishga qoyil qilgan. Bu shaxslarning salohiyati Amerikaning davlat mudofaa uchuri bo'lib hisoblanadi ekan. U o'zining yuqoridagi uchurni yetkazishining Amerikaning xavfsizlik uchun ziyonligini bilib turib qilganligini iqror qilgan. U 2020 yili qo'lga olingan ekan. Uning sud hukmi 2024 yili 9-oyda e'lon qilindi ekan. Buningdan sirt, bugun Amerika doiralari yana 35 yoshli Wang Yunhe ismli Xitoyni Singapurda qo'lga tushirgan bo'lib, u tor jinoyati bilan shug'ullanish orqali Amerika hukumatiga oid necha milliard dollar pulni aldab ilib olgan ekan. 30 may payshanba kuni Amerikaning muavin tashqi ishlar ministri Kurt Campbell bilan Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Ma Jiaoshu Washingtonda ko'rishgan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Amerika tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida bu uchrashish Amerika Xitoy munosabatidagi raqobatni mas'uliyatchanlik bilan idora qilish uchun 1 yildan buyon ilib berilayotgan keskin diplomatiyaning bir qismi deb ko'rsatgan. Amerika tashqi ishlar ministrligining muavin bayonotchisi Vedant Patel muxbirlarni kutib olish yig'inidagi so'zida yana Amerika va uning G7
Yevropa İttifaqı və Şimali Atlantik Əhdi Təşkilatıga əza bolğan şerik dövlətlərinin həmmisi Xitayning Rossiyani qollashini Ukrainaning bexatarligiga tehdit bo'lib qolmay, balki yana Yevropaning xavfsizligiga tehdit degan qarashda ekanligini bildirgan. U yana agar Xitoy Rossiyaning davlat mudofaa sanoatini qo'llashni to'xtatmasa, Amerika yanama ilgirlagan holda tadbir qo'llanishga tayyorlanadi degan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri Ma Jiaoshu 5 ayning 30 kunidan 6 ayning 2 kunigacha Amerikada ziyoratda bo'ldi ekan. Amerika muavin tashqi ishlar ministri Kurt Campbell Xitoyning muavin tashqi ishlar ministri bilan bo'lgan bu uchrashishning oldida qilgan so'zida Xitoyning Rossiyani yordam bilan ta'minlashi, Rossiyaning Iroq musofirlik boshqariladigan bomba, zambirak, uchiqsiz aeroplan va iz qo'g'lash qatorliq harbiy iqtidorlarni jonlantirishga foydali bo'lyotidi degan. İsrailiya Palestin urushi keskinlashib, O'rta Sharqda vaziyat jiddiylashyotgan bir paytda Xitoy O'rta Sharqdagi arab davlatlarining rahbarlari bilan yig'in chaqirib, o'zaro hamkorlikni cho'nqurlashtirishni muzokara qilgan. Xitoyning hukumat taratqullari tarqatgan xabarga qaraganda, Xitoy arab davlatlari hamkorlik munbiri 10-navbatlik ministr darajaliklari yig'ini 5 ayning 30 kuni Beyjingda boshlangan bo'lib, bu yig'inga Xitoy Kompartiyasining bosh sekretari Shi Jinping bevosita qatnashgan ham ichilish so'z qilgan. Shi Jinping yig'indagi so'zida Palestin masalasini maqsad qilib, Palestinlik urushning darhol oyoqlashib, tinchlikning barpo qilinishi lozimligini ta'kidlagan. Shuning bilan birga Xitoyning mustaqil Palestin davlatining qurilishini qo'llaydiganligini aytgan. Ma'lum bo'lishicha, Shi Jinping yana Xitoy bilan arab davlatlari aro munosabatning yangi davrga qadam qo'yganligini madiylash bilan birga, uni dunyoning tinchligi va muqimligini qo'g'dashning ulgisi deb ko'rsatgan. Xitoyning O'rta Sharqdagi vaziyat keskinlashayotgan, bo'libmi Amerika Bayden hukumatining Isroilni qo'llash sababidan O'rta Sharqda Amerikaga qarshi norozilik kuchayayotgan bir paytda arab ellari bilan yaqinlashishi diqqat qo'zg'amoqda. CNN televiziyasining bu vaqtdagi xabarda deyilishicha, Xitoy hukumati Falastinlik bu to'qinishni Washingtonga zarba berish uchun ishlatgan. Amerikaning Isroilni qo'llashini tutqi qilib, uni dunyo tartibiga hukmronlik qilishga urinayotgan tajovuzchi qilib ko'rsatishga urinmoqda ekan. Xitoyning hukumat taratqullari Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yining arab davlatlari tashqi ishlar ministrlari bilan o'rtaq holda Falastin masalasi to'g'risida birlashma bayonot ma'qullaganligini xabar qilgan. Hamda xabarda kelishimning mazmuni e'lon qilinmagan. Beyjingdagi bu yig'inga 22 arab davlatining tashqi ishlar ministrlari qatnashgan bo'lib, buningdan sirt yana Misr prezidenti Abdul Fattah as-Sisi, Arab Birlashma Xalifaligining xalifasi Muhammad bin Zayd Al Nahyan, Bahrayn podshohi Hamad bin Aysa Al Khalifa va Tunis prezidenti Qays Said qatorliqlarmo davlat ziyorati uchun hozir Xitoyda ekan. Hörmətli görürmənlər, yuqurda diqqətinizlərə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Keyin qatımlıq sanımızgacha görüşkicha aman bolğaysızlar. Stansımızın YouTube kanalına əza buluşunu unutmang. Xeyri xoş. Thank you.